kattaligi uchun bemalol kelib, hozir hamma ishlab chiqaryapti-ku, namazniklar, uzun ko'ylaklar, o'sha materiallarni ham bemalol har xillarini do'kondan topsanglar bo'ladi. Bular hidi havoni zo'r o'tkazadi. Narxlari bo'lsa va shu chotki. Qizlar, ustimdagi abaya yoqdimi? Bunaqa abayalarni sizlar o'zingizlar material olib tiktirsanglar arzimagan narxga tushadi. Aynan ishlab chiqarishlar uchun har xil brendoviy materiallarni olib, mana shunaqa abayalar tiktirib, bemalol hijoblilarga sotsanglar bo'ladi. Do'konda lyonoviy materiali 4 xili bor ekan, yumshog'idan tortib qattig'igacha bir kiyimli olsanglar boshqa narx, agar rulonoviy olsanglar, umuman boshqa narxda sizlarga berishadi. Xullas qizlar, vibr juda ham ko'p, ko'rib turganinglardek kelib ko'zinglar bilan ko'rmasanglar bo'lmaydi. Agar men ishlab chiqarishda ishlayman, yaxshi tikuvchilaringiz bo'lsa, Optimaga zakaz qilaman desanglar, o'zligini ham tikuv sexi bor, bemalol xohlagan fasoninglarda o'zligidan material olib, kiyimlarni tiktirib, maza qilib sotsanglar bo'ladi. O'zimni yaqin tanishimniki, kelsanglar nomidan chiroyli skidka qilib berishadi. Profil va nomerlarini sizlar uchun qoldiraman.